Aka, mana omadli xaridor va omadli usta aksiyasiga qatnashibsizlar. Mana aksiya haqida fikrlaring qanaqa? Mana birinchi akam Nosir. Endi mana qatnashib ko'ryapmiz. Endi xudo xolasa bundan keyin yana sotib olamiz, ancha narsalar sotib olamiz. Keyinchalik ham yana davom ettiramiz aksiyalarni. Shuncha odam yutib olgan, ko'rganmiz. Haqiqat bilamiz. Endi biz ham yaxshi niyatda xudo xolasa chiqib qolsa xursand bo'lamiz. Usta akam fikrlari qanaqa bu borada? Biz ham doimiy mijozmiz, shu yerda ustamiz. Doim chetdan biz nima olamiz, mahsulot olamiz. Hamma narsa sifatli, yaxshi xudoga shukr, shuning uchun doim shularga kelamiz. Endi biz ham qatnashyapmiz, shu aksiyada xudolasa yutib qolarmiz. Qanday qatnashyapsizlar? Necha million mahsulot xarid qildinglar? 14 millionlik narsa oldik, mahsulot oldik. Xudolasa 4 ta 5 ta olyapmiz. Ha, o'zingizga ham, usta akam Ha, ham, bunga ham 5 ta. uyda egalariga ham, o'zingizga ham demak ko'p olib olyapsizlar. Nimaga aynan Domstroga tashrif buyurasiz? Birinchidan hamma vibr bor. O'sha kerakli bo'ladigan narsa borki, hammasi bor. Ikkinchidan narxi o'zimizga ham sifatli, ham hamyonbop. Shuning uchun ko'p savdo qilamiz. Bitta Qo'qonda ham qurilishlar qilganmiz. Unda ham hammasini shartlab olganmiz. O'zimda mana diskont kartalangiz ham bor, ha? Qanaqa sovg'a chiqishini xohlardinglar? Hammasi yutamiz. Aka, sizchi? Biz ham shu yaxshiroq sovlashsa, xursandmiz. Aka, ustiga uyda egasi ham bitta-da sovg'a chiqsa qiziq bo'lsa kerak, aka.